Davom etamiz. Toshkent viloyati Bekobod ixtisoslashtirilgan san'at maktabida bastakorlar faoliyatida ta'lim, madaniyat, musiqa va xalq ijodining yoritilishi mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Ma'lumki, fan, ta'lim va madaniyat barcha sohalarga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Xususan, xalq ijodiyotining bastakorlar va ijrochilar faoliyatida o'rni katta. Konferensiyada mazkur o'zaro uyg'unlik ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Mamlakatimizda zamonaviy musiqiy ta'limni rivojlantirish bilan bog'liq dolzarb masalalar muhokama etilib, ularning yechimi yuzasidan ilmiy asoslar o'rtaga tashlandi. Ishtirokchilar an'anaviy xonandalik, folklor ijrochiligi, akademik va estrada xonandaligi, fortepiano, xalq cholg'ulari ijrochiligi hamda notalashtirish jarayonlarida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bilan bog'liq jarayonlar haqida o'z mulohazalarini bildirishdi. Ushbu yo'nalishlarda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston xalq artistlari, bastakorlari ijodidan namunalar tinglandi. Konferensiyada shuningdek madaniy sohadagi hamkorlik ishlarini muvofiqlashtirish, ta'lim integratsiyasini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Sohada kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, qo'shma badiiy ijodiy loyihalar, madaniy ma'rifiy dasturlar yaratish, milliy madaniy markazlar faoliyatini rivojlantirish masalalari tahlil qilindi. Konferensiya doirasida konsert dasturi namoyish etildi. Unda taniqli bastakorlar va ijrochilarning eng sara ijod namunalari taqdim etildi. Tadbir yakunida ishtirokchilarga esdalik sovg'alari va sertifikatlar topshirildi.